Aka uyimizda-chi narxiga juda zo'r, yana Uglovoyda joylashgan 3 sotixli xonadon, binoyimizning kvadraturasi bo'lsa 180 kvadrat. Tayyor kirib yashasa bo'ladigan sharoitlari bilan. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murod kanalini kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, bugungi yangi obyektimiz Kichik Ittifoqda joylashgan Ibn Sino Taxta bozoridan примерно 3 km uyimizning eshigining tagigacha. Mana shu Uglovoy xonadonimiz, zo'r tarafi ro'paramiz, chiroyli bog' va ko'rayotganingizdek mana shunaqa daraxtli ekib qo'yilgan. Bu bizani uyimizga qarashli. Akam aytadilar, o'zim ekib qo'yganman bularni aytadilar. Endi uyimizga keladigan bo'lsak, navestiga bemalol bitta mashina qo'ysa bo'ladi. Oldi taraflari chiroyli mana shunaqa landshaftli dizaynlar qilib qo'yilgan. Domofon, отпечаткали mana bunaqa zamoklarigacha qo'yib qo'yilgan. Hozir ko'p novostroykalarda qo'yilyapti-yu, akam hovliga qo'yib qo'yibdilar. Hovlimizga kiraverishimiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Kirdik, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Bu bizani navesimizning tagida bemalol ikkita mashina qo'ysa bo'ladigan sharoiti bor. Tapchanlarimizni qo'yib qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda ham xuddi shunaqa yashil maydon va landshaftli dizayn qilib qo'ygan. Yo'llarga alohida e'tibor berib qo'yasizlar, juda chiroyli chiqibdi. Va kirganimizda chap qo'limizda bo'lsa yozgi oshxona va tashqari taraf uchun sanuzyullarimiz joylashgan. Ichkariga o'tamiz, planirovkani ko'rsatib o'taman. Xonadonimizga kirib keldik. O'zi o'ng qo'ldan boshlaymiz, lekin bu xonadonimizdan chap qo'ldan boshlaymiz. Bizning birinchi xonamiz bu oshxona qismimiz joylashgan. Oshxona mebellari hammasi qo'yilgan va bemalol mana shu ovqat tayyorlab turib, yonida bemalol ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan o'zining sharoitlari bor. Keyin xonadonimizga shunday kirdik. O'ng qo'limizda bo'lsa, bu bizani birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Birinchi qavatimizdagi spalna, endi divan ham kichkina mana bunaqa stol ham qo'yib qo'yibdilar akamlar. Keyin shundoq kirdik, o'ng qo'lda yo'lak qoldirilgan. Bu uyimiz Uglovoy, yon tarafdan ham kirsa bo'ladigan eshigi qoldirib ketilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu birinchi qavatimizda joylashgan zalimiz. Birinchi qavatimizda shunda bitta zal, bitta spalna, bitta oshxona joylashgan. Keyin shunday yo'lagimizdan o'tganimizda bu yerda zinani tegi kladovaya komnata va birinchi qavat uchun общий sanuzyulimiz joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqdik. Bizani mana shunaqa katta zalimiz kutib oladi. Bu yerda bizani ko'rayotganingizdek 12 kishilik stolimiz qo'yilgan. Undan kattasini ham qo'ysa bo'ladi. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, divanni zona qilib qo'yish uchun ham sharoitimiz bor. O'zi akamlar ko'rayotganingizdek mana shunaqa katta o'zi muzey qilib qo'ygan ekanlar. Xonadonni retro narsalar juda ko'p. Bularni ham obzorini qildik. Endi ikkinchi qavatiimizdagi xonalardan boshlaymiz. Bu bizning bitta zalimiz bo'ldi. Shunda yonida bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan birinchi yotoqxonamiz joylashgan. Bu birinchi spalna. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bizning ikkinchi spalnamiz va bu spalnamizning o'zini ichida sanuzyuli bilan birga joylashgan. Keyin shunda ikkinchi qavatga chiqqanimizda bizning ro'paramizda bo'lsa, balkonimiz bor. Balkonimizni ko'rsatib o'taman. Balkonimizdan ko'rinishi juda chiroyli, ro'paramiz bog' qilingan va shunda chiqqanimizda ikkinchi qavatga chap qo'lda bo'lsa, ikkinchi qavat uchun общий sanuzyulimiz joylashgan. Eng shirin joyi, narxiga keladigan bo'lsak, akam o'zi sal qimmatroq qo'ygan ekanlar. Bugungi kunda hozir $137 ming so'rayaptilar, yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Primoy, o'rtada hech kim yo'q. Joyi egalarini, telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Keling, ko'ring, tepasida yana ozgincha gaplashiladi.